oshqozon, ichak, polniy hamma joy shu bir oyda ichida yangilanadigan xususiyatga ega. O'shani bitkazishlik uchun bir joy yorilgan bo'lsa, bitkazishlik uchun bu yerga xom ashyo kerak, qurilish materiali. Alloh taolo tanamizni sizni mana operatsiyaga buni tikib qo'yishga muhtoj qilib yaratmagan demoqchiman tanani. Bu degani, misol, qo'lingizni biron marta hayotingiz davomida kesib olganmisiz-ku yo'qmi? Kesilgan. U tiktirib kelganmisiz borib aka? Yo'q. O'zi bitib ketganmi shu? Ha, ana shu o'zini tiklashda kichkinagina ko'rinish aka. Siz mana treshina deyapsiz aka u. Bittagina farqi u yer toza joy emas, dezinfek, ya'ni steril joy emas. Nima? Yerda mikroblar ko'p bo'lishi mumkin, boshqa bittagina farqi shu. O'shaning uchun sal bitishi qiyin bo'lishi mumkin, lekin xuddi shunga o'xshab bitadi bu. Faqat unga sharoit kerak. Nima sharoit? Birinchi navbatda ish mani qotmaydi deyapsiz, lekin bu sabab bo'lish kerak-da, bu treshina bo'lishiga. Tushunyapsizmi? Ya'ni kuchanish kerak, boshqa bo'lish kerak. Bosim kelsa, o'sha keyin treshina ketib qoladi. Ha, bo'ldi, ana o'sha kuch kelgan. Bu bitta sabab xolos bu. Lekin ichkarida nima desa, organizm misol teri qurib ketib qoladi-ku, ba'zilarda. Teri qurishga sabab vitamin yetishmovchiligi sovuqda yorilib ketib qoladi. Xuddi shunaqa ichaklar ham ana ozib ketyapman deyapsiz-ku. Yegan ovqatingizda organizm to'liq o'zlashtira olmayapti-da. Bu shikoyatingizga ichingiz 2 marta kelishi yaxshi emas ekan. Mana bu shikoyatlarga. Oshqozoningizda yara bo'lgan, qorindan bo'ladi, ozib ketyapsiz, treshina, ichi 2 marta kelgan odam bunday shikoyat bo'lmasi kerak-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni yegan ovqatingiz yoqmayapti ichaklarga. Surib chiqib qolyapti. Shunaqa bo'ladi. Ana shu. Figa test qilganimizda xonadonga borib yaqinda o'sha 2 yil bo'ldi-yu. O'sha hali ovqat so'riladigan, vitamin beradigan joyini kesib tashlangan sizda uyatib, shunaqa. Oshqozon nima? Uni tiklasa bo'ladi. Tiklasa bo'ladi. Hozir qilinadigan ish aka, hozir organizmga vitamin yetmay yotibdi-da. O'shani bitkazishlik uchun bir joy yorilgan bo'lsa, bitkazishlik uchun bu yerga xom ashyo kerak, qurilish materiali. Ana shu yetmay yotibdi, ana o'zlashtirib hali yetkazib bera olmayapti bu yerga. Yetkazib beradigan bo'lsak, 28 kun, 30 kunda bitadi. Bitadi, qaytib yorilmaydi keyin. Shunaqa xususiyat bor. Oshqozon, ichak, polniy hamma joy shu bir oyda ichida yangilanadigan xususiyatga ega. Plyus-minus shunaqa aka. Ya'ni kitobida shunaqa deydi-ku. Hammaga har xil o'zgarib turishi mumkin. Ana shu.